Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan bitta bomba sayt orqali video ko'rib, like bosib, pul ishlashni o'rganib o'tamiz va sizlar birgalikda pul chiqarib, pul ishlab ko'ramiz. Demak do'stlar, videoni boshlashdan oldin konkursimiz bor. Konkursimizni g'olibini aniqlab olamiz. Buning uchun oxirgi videomizga o'tamiz. Oxirgi videomizga o'tgandan so'ng bu videoning silkasini olamiz va YouTube random sayt orqali g'olibimizni aniqlab olamiz. YouTube random saytga o'tamiz. Bu yerga video silkasini qo'yamiz, fetishni bosamiz, continue va pikavenning ustiga bosamiz. Dilbar ayma 3968 zo'r debdi. Mana shu ishtirokchimiz konkursda g'olib bo'ldi. Telegram kanalimda admin yozsalar pul mukofot tashab beradi. Demak do'stlar, bugungi videomizni boshlaymiz. Xo'sh do'stlar, bugun bizga mana shu anime sayt kerak bo'ladi. Birinchi bundan ro'yxatga o'tib olamiz. Ro'yxatga o'tish ustiga bosamiz. Elektron pochtaga o'zimizni elektron pochtamizni yozamiz. Parolga parol yozamiz. Keyin bu yerda parolni tasdiqlaymiz. Xavfsizlik parolga yana bitta parol yozamiz va bu yerda tasdiqlaymiz. Taklif kodni qoldiraman va ro'yxatga o'tishni ustiga bosasiz. Ro'yxatga o'tgandan so'ng bu yerdan o'zingizning akkauntingizga kirib olasiz. Men hozir o'zimning akkauntimga kirib olaman. Hop, tizimga kirishni ustiga bosamiz. Va mana ko'rishingiz mumkin, biz ro'yxatdan ham o'tib oldik va bizga spin berdi, lotereya aylantirish imkonini berdi. Va bu yerda mana lotereyaning ustiga bosamiz va spin aylantiramiz. Va bizga mana ko'rishingiz mumkin 50 sent berdi. Hop, X'ni bosamiz. Bu saytni menimcha ko'pchilik bilsa kerak. Bu sayt oldin ishlagan bo'lsa yo'qmi, AIF degan saytga o'xshab, mana video ko'rib, videolarga like bosib pul ishlaymiz. Hop, mana hozir batafsil ko'rib tushuntirib o'taman. Hop do'stlar, bu sayt ham sarmoyali. Bunda ham VIP daraja sotib olamiz va o'sha VIP daraja sotib olgan darajamizga bu yerdagi mana videolarni ko'rib, like bosib, shunday qilib pul ishlaymiz. Hop, bu yerda mana jamoa bo'limi ustiga bosamiz. Bu yerda do'stlaringiz taklif qilasiz. Bu yerda mana reja bo'limi ustiga bosamiz va bu yerda paketlari bor. Masalan, $30 masalan VIP1 ni sotib olasiz va kuniga 1.30 dollardan olishingiz mumkin. Kuniga bittagina video ko'rib, like bosib, shunday qilib pul ishlaysiz. Keyin bu yerda mana ikkinchisi 50 USD ga faolllashtirasiz va kuniga 1.90 USD dan olishingiz mumkin. Bu mana 365 kun deyapti. Keyin bu yog'i mana ochilmagan, tezroq ochiladi deyapti, chunki sayt yangi. Xo'p, keyin bu yerdan mana men bo'limiga o'tasiz. Men bo'limiga o'tgandan so'ng bu saytga sarmoya kiritish kerak. Masalan, uy bo'limida ham bu yerdan saytga sarmoya kiritishingiz mumkin. Masalan, ixtiyoriy aktivlarni ustiga bosamiz va bu yerda mana Veri20, BNB, Tron, Terka20 orqali saytga mana sarmoya kiritishingiz mumkin. Bizga mana adres beradi, shuni nusxalab saytga sarmoya kiritasiz. Saytga sarmoya kiritgandan so'ng bu yerda mana bizning balansimiz turadi. Pul tushgandan so'ng bu yerda mana reja bo'limi ustiga bosamiz va hozir mana VIP1 ni biz qulfni ochamiz. Tasdiqlang ustiga bosamiz va bo'ldi. Biz mana VIP darajani sotib oldim. Endi daromad olish uchun balni oling deyapti. Shuni ustiga bosamiz. Va bu yerda mana videolar bor. O'shalarni ustiga bosib, levo bittasini ustiga bosib, like bosamiz va biz pul ishlab olamiz. Masalan, mana shu ustiga bosaman. Bu yerda videoni boshlaymiz. Videoni boshlagandan so'ng oxiriga o'tkazib qo'yamiz. Va bu yerda mana 5 yulduzcha bilan baholaymiz. Va videoni oxiriga o'tkazib qo'yamiz. Videoni oxirigacha ko'rishimiz kerak. Va bo'ldi, mana biz videoni ko'rib oldik. Va mana bitta videoni ko'rib oldik. Kuniga bitta video ko'rishimiz kerak. Mana agar boshqa video ko'rmoqchi bo'lsak, mana video ko'raveramiz, lekin bizga pul taqdim etmaydi. Xo'p, mana video ko'rib oldik. Endi men bo'limiga o'tsak, bu yerda bizga mana $1.30 taqdim etgan va 50
senti mana qo'shilgan boyagi spin orqali 50 sent olganmiz. Mana общий hisobda 180 USD turibdi. Mana reja bo'lib o'tamiz va bu yerda mana ko'rishingiz mumkin bitta video ko'rdik. Mana ertaga mana 16 soatdan keyin yana bitta video ko'rib, like bosib, o'shandan qilib pul ishlayveramiz. Endi mana ishlab olgan pulimizni yechib ko'ramiz. Buning uchun uy bo'limiga o'tamiz va bu yerdan chiqib ketish ustiga bosamiz. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin V20, BNB, USDT, Tron va Terra USDT orqali pul yechib olishimiz mumkin. Bu yerda do'stlar mana eng pastga tushsak, bu yerda mana yozilgan pul olish minimal miqdori 2 USD, maksimal yechib olish miqdori esa kuniga 1 marta deyapti. Bir kunda 1 marta yechib olasiz. Minimal $2 ekan. Xo'p, chiqarish vaqti 1 dan 5 kungacha bo'ladi deyapti. Odatda 1 daqiqada tushadi. Agar muammo bo'lsa 5 kunda tushadi deyapti. Pul 100% to'lab beradi. Lekin bu sayt qachongacha ishlashini bilmayman. To'g'risi, agar bilsanglar AIF degan sayt chiqdi, o'shanda odamlar normal pul ham ishlagandi, normal pulga kuygandi ham. O'shaning uchun bu sayt ham qachongacha ishlashini bilmayman. Xullas, pul kirish o'zingizning ixtiyoringiz. Men hech kim majbur emasman. Lekin bu sayt ham normal ishlashi kerak. Xullas do'stlar, 2 USD bo'lgandan so'ng bu yerdan pul yechib olishimiz mumkin. Hozir bizda mana 1.8 USD bor. O'shaning uchun hozir videoni YouTube'ga joylayman va ertaga pul chiqarib chekini Telegram kanaliga tashlab qo'yaman. Masalan, mana V20 USD ni tanlasak, bu yerda hammasi ustiga bossak, mana narxi 1 USD deyapti. Ya'ni komissiya 1 USD komissiyasi bor. 80 sent keladi. O'shaning uchun hozir pul chiqarib bo'lmaydi. Keyin bu yerda mana pul chiqqan-chiqmaganini bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. Mana hozir pul tushgani, mana chiqib ketish ustiga bossanglar pul chiqarganimiz mana shu yerda Instagramda ko'rishingiz mumkin. Va bu yerda mana operator ustiga bossanglar mijozlarga xizmat ko'rsatish, o'zining Telegram kanali va WhatsApp orqali ham mana xizmat ko'rsatish turlari bor ekan. Xullas do'stlar, videoni shu bilan yakunlayman. Video yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimga obuna bo'lishni unutmang.